Sirtdan qamoqqa olish, sirtdan qidiruv e'lon qilish bu nima degani? Demak, shaxs unga nisbatan jinoyat ishi mavjud bo'lib, tergov harakatlaridan yoki sud tergovidan bo'yin tovlagan taqdirda bu gumonlanuvchi ayblanuvchiga nisbatan, demak, sud tomonidan sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlanadi. Bunday holatga tushgan bo'lsangiz, asosiy maslahatimiz yechim qanday bo'ladi? Dastlab o'sha advokatlik xizmatidan foydalangan holatda yuridik maslahatlashib, o'zingizning ishingiz yuzasidan bo'lgan holatni to'liq himoyachingizga aytib berishingiz hamda mazkur holat bo'yicha ma'lum bir to'xtamga kelib yechim qilishlaringiz mumkin. Qidiruv e'lon qilindi, butkul qamalib ketdi degani emas. Misol uchun ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanishi mumkin bo'lgan yengil jinoyatlarga ham siz o'z vaqtida bormagan taqdiringizda, demak, sirtdan qamoqqa olinishingiz mumkin. Shuni e'tiborda tutish lozimki, chaqirilgan joyga albatta yetib borishingiz kerak.